Akalar, yaxshimisizlar, kuymisizlar? Videom boshlanadi. Videomda bugun yomg'ir yog'di, ya'ni abitdan keyin yomg'ir boshlagan. Nocni smenani ko'rsatganman, u qisqacha. Nochda ishlaydigan, endi chiqmoqchi bo'lsangiz, nochda ishlasangiz, yo'llar pustoy, nima deydi, parkovkalar pustoy bo'lar ekan, maza qilib ishlasangiz bo'lar ekan. Xullas, video oxirigacha ko'rsangiz, ancha foydali bo'ladi. Agar kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, birdan like qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'p, bugun kunduzi ham ishlaganman, lekin hozir nocnoy smena, yomg'irli havoda koeffitsient, ya'ni koeffitsient tushundilaring, ya'ni повышенный sпрос bo'ladi. O'shunga yarasha ish ham zo'r bo'ladi. Hozir birinchi zakaz olganman Burger Kingga borib zakazda olib chiqilinadi. Yomg'irli uchun nima deydi? Bugun bilasizlar, Moskvada ham yomg'ir bo'lganda sibros ko'tarilardi, narx ham shunga yarasha ko'tarilardi. Ana hozir mana Burger King metga kirib, ko'rsatgan beradi. O'sha yerga kirib olib chiqamiz zakazda. Ha? Kamera aylansinmi sizga? Ha, hozir kirib chiqaman. Yo'q, olib chiqdi, endi klientga qarab yuramiz. Xo'p akalar, xo'p kirganda получатель so'radi, ya'ni kim qabul qilib yuborishdi. Kim ekan deydi, Dariya T ekan. Ular asini so'radi mendan, o'shani aytdim, men zakazni berdi. Zakaz подтвержден, endi zayesit посадка nezamiz, batda yuramiz. Xo'p, klientgacha 604 kilometr. Xo'p, qani bo'lsa ketdik. Xo'p, akalar keldik. Xo'p, mana endi bu zdangani hozir yomg'irda ko'ryapsizlarmi, ko'rmayapsizlarmi, lekin men ko'ryapman. Hozir mana shu yaqin o'rtaga короче, mana dom ekan, metdan kirish kerak. Xo'p, akalar, berib chiqdim. Yomg'irda biroz mashinadan tushmay domofonni kodini bilib oldim, ya'ni territoriyaga ham kirish uchun alohida domofon bo'ladi. Ya'ni territoriyani o'sha reshotka eshiklari. Endi hozir internetga ulab turib, internetdan o'chib qolgan, o'chiramiz va sizlarga ko'rsataman qancha ishlaganini. Hozir подтвердить доставка qilaman, zavershit bo'ldi. Xo'p, endi hozir 8 ta qildik zakaz. Hop, hali o'zgargan yo'q. O'zgarish kerak hozir. Xullas, biz mana shu tarafga qarab yo'l olamiz, ya'ni sentr tarafga qarab. 19 lot beribdi. Bergani 19 lot. Qani olsa ketdik. Sentr tarafga qarab yuramiz endi. Xo'p akalar, hozir bitta narsa bo'ldi. Bu Bolgariya, Slovakiya vizasi bilan kelib, ID kartasi bilan kirib, baqa kirmoqchi bo'lganlar uchun. Xo'p, yaqin bratishga, ya'ni ukaxonda bo'ldi. Bolgariya vizasi bilan baqa kelgan, ID kartasi bo'lgan, ID kartasini bilasizlar, 1 yillik ID karta beradi. Bu ID karta bilan, короче, Bolgariya ID kartasi bilan kelgan, ID kartani, xullas, Bolgariya ID kartasi bilan kelgan, ID kartani, xullas, pochtada ishlab yurgan. Keyin aka qiynaldim, Bolgariyaga qaytib ketyapman dedi. Xo'p, nimaga qaytib ketyapsan desam, o'sha $1000 o'sha eski ish joyimda o'sha yerda topganim yaxshi ekan dedi. Biz atdan ketgandan keyin Bolgariyada ish beruvchisi bu bolani dokumentini atmay qo'ygan. Ya'ni ID kartasini atmay qo'ygan. Bu Bolgariyaga kirayotganda dokumentini tekshirishgan, ya'ni to'xtatib, tekshirishgan hisobiga dokumenting ID kartang kuyib ketgan ekan sana deb, xullas orqaga qaytarib yuborishgan. Dokumentini olib qo'yishgan qo'lida ID kartasini. Endi u bazada bo'lmagan, atmay qo'ygan, undan keyin Polshaga qaytaydigan bo'lgan. Kutib oladigan bo'lganman, Polshada ham o'tkazmagan u bolani. Sababi o'sha variant yo'q. Endi bitta varianti bor, O'zbekistonga qaytib ketish kerak. O'shaning uchun kim ID karta Bolgariya bilan kelib Polshaga keldingizmi? Ko'pchilik birinchi Polshaga kelib ID karta bilan, Bolgariya, Slovakiya, Litvani ID kartasi bilan kelib turib, birinchi o'rinda dokumentga topshirishadi. Ya'ni karta pobita topshirib bo'lgandan keyin aqa ketishadi. 5-6 oy ishlab turib, karta pobita shu отпечаткасы chiqay deganda, atdan o'sha bo'ptisini berib, baqa Polshaga kelib, liga qilib olishyapti. Ko'pchilik shuna qilyapti. Agarda sizlar ham kelmoqchi bo'lsalaringiz, shu narsani hisobga olib qo'yinglar. $500-600 bilan kelsalaring, bir dokumentga topshirasizlar, keyin borib ID karta bergan joydan borib ishingizni qilib,
keyin ID kartani отпечатка kirib chiqqaningizdan keyin faqat kelib olishingiz bo'laveradi. Bular shunaqa gaplar. Xo'p, akalar, bizda keyingi zakazni qabul qilamiz. Xo'p, biz hozir продолжить marshrut qilsak. Xo'p, 1.4 kilometr klientgacha. Endi klientga hozir boramiz. To'g'risi yo'llar juda ham ko'rinmayapti, hech ko'rinmayapti yo'q. Dvornigi ham zo'r dvornikda o'shana hisobiga. Va Fortuna degan restoran ekan. Короче, biz mana shu yaqin o'rtaga bitta restoranmi bu, nima bu? Kafemi, nima bu, tushunmadim to'g'risi. Hozir mana shu yerga qo'yib kirib olib chiqaman. Xo'p, akalar, kirib olib chiqdim. Pizza ekan. Проверьте заказ, подтверждение, завершить. Nasa, короче, biz boradigan joy qancha joy ekan o'sha? 6 kilometr ekan, xullas. Endi Ozbatdan chiqib 6 kilometrlik joyga boramiz. Xo'p, akalar, tunnelga kirdik hozir. Endi bu yerdan hozir nazorat qilib, ko'ryapsizlar, qayerda nazorat qilinadi. Shu yerdan hozir kirib berib chiqilinadi. Biz akalar bo'ldi, endi mashinaga qarab boraveramiz. Havo ko'ryapsizlar, mana. Akalar, keyingi zakazni qaranglar. Bu betidan olamiz, 17 zlot bilan tashagan. Короче, bugun normalniy ishlasa bo'ladigan havoda ishlayapmiz, lekin oson bo'lmayapti. Shunaqa qanday bo'lsa ketdik, bu zakazga boramiz endi. Akalar, hozir storiga o'tamiz va plus 500 metr qoldi klientgacha. Klientgacha deb, restorangacha, to есть. Premium burger. Max Premium burger, короче. Ashakka kirib olib chiqamiz. Xo'p, bu ikkala zakazni ham oldim. Endi hozir ular подтвердить qilishim kerak. Ikkita zakaz. Zakaz подтверждаю. Uni проверить, uni ham oldik. Endi hozir mashinaga o'tirib, dashni yazaman. Короче, поехали dezaman. Ular restoranga kiradiganim yana bitta zakaz tashadi. Endi u zakazda olmaslik iloji yo'q, plus 10 bilan tashadi. Endi bilmayman, plus chiqmasida. Ya'ni ular 10 zlotani qo'shib beradigan bo'lib tashadi. O'shaning uchun endi hozir ikkita zakaz oldik. Ular zakazga chek yozib qo'yadi, zakaz nomeri и получатель oti. O'shaning uchun muammo bo'lmaydi hech qanaqangi. Bas bizni pastochkamiz shetda. O'tiramiz, bu yerga qo'yib pidarazlar. Ular tiliga ham qiziqasiz ekan, misol, tiliga o'rgangani qiziqasiz. Kela qaranglar. 26-kvartira ekan. Mana ключи 26 ta ключ 57 qirayatda. Bo'ldi, ketdik. Akalar berib qo'ydik. Endi keyingi zakazni bergani shoshilamiz. Сделать foto degan ekan, foto qilmadim, to'g'risi. Fotoda mashina o'tib qo'yaman. Boshqa zakaz yo'q. Shunaqa gaplar. Biz domofonni aytsam aytib beradi. Akalar, hozir zakazni oldik. Filip Monkababdan, xullas Hindistonliklar ishlayotgan Monkababda gostinitsaga borar ekanmiz. Xo'p, gostinitsa eng qizig'i shu tarafda ekan. Pastga tushar ekanmiz. Shuna ekan bo'lsalar. 6 kilometr sport hostel. Передать у двери у входа спортивный отдел deyapti. Короче, Filipga olib beramiz. Ketdimiz. Ketdi. Высадка справа. Mana yerda ekan, короче, отельni qanaqa aytdi? U входа спортивный Fitness uxoda masjid bo'ladi endi, boshqa joy bo'lmaydi endi. Spортивный отель boshqa joyda. Masjidda endi, masjiddan o'zimizga kirib berib chiqamiz. Xo'p, akalar, mana xullas akalar
22 20 kod aytdi menga. Xullas mana shu pin kodni terib qo'ydim. Xullas bo'ldi. Bu zakaz yopildi, короче. Endi hozir keyingi zakazda agar 200 bo'lsa ko'ramiz. 12 ta poyezdka qilibman bugun. Lekin juda mayda-mayda 255 cross bo'ldi, 800 bo'ldi. Короче, ishni to'xtatamiz. Bugungi plan bo'ldi. Xo'p akalar, hozir ishlaganim. Xo'p, aytishlar mumkin, nima ko'p ishlamayapsan deb. Bundan ham ko'proq daromad qilsa bo'ladi, lekin men nima deydi, stabilniy nima deydi, bitta tempda bir xil qilib ketyapman. Chunki men yangiman, usto yo'l qonun qoidasini buzib qo'ymaysa, ko'p ishlab, har xil vaziyat bo'ladi. Batdagi 24 balldan ko'proq ball yig'ib qo'ysangiz, yil davomida proves rishon bo'lib ketar ekan. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar, undan ko'p zakaz ishlab ko'rsatib bera olmayapman. Atak 200 zlotan men uchun yomon emas. Bular описаниеda imенно shopirlar uchun gruppa ochganman. Kirib o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, bir-birimiz bilan maslahatlashib, gaplashib, plus poyezdkalarda birgalikda davom ettiramiz. Hamma taklif qilaman, Telegram kanalimga, gruppamga o'tib olsalaring bo'ladi. Xo'p akalar, bugungi shular edi. Xudo xolasa tez orada ko'rishamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Abdusamad bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.